Assalomu alaykum sevimli kanallar. Assalomu alaykum kichik do'stlar. Bugun sizlarga Uyg'ur o'yinidan birini tanishtirib qo'yaman. Uni men kichik vaqtimda barliq Uyg'ur bolalarim, adoshlarim bilan, do'stlarim bilan o'ynaydik. Balkim ota-onalar o'ynab baqqan bo'lishi mumkin, buni bilish mumkin. Ammo unutilib qolgan bir o'yin. Bu nihoyat imkonli bir o'yin. Bu chavak orqali o'ynaymiz. Bu halqalarimizni bir-biriga tekkizib turib o'ynaydigan o'yin. Ana bu o'yinning qoidasini oldidan deb qo'yay. Bu o'yinda o'yin oxirida qitib qilish bor. Ya'ni harakat qilmay, ikki taraf jimmida turamiz o'yin tugagan vaqtida. Kim harakat qilib qolsa, shu yengilgan bo'ldi. Yengilgan odam qarshi tarafning tutgan odamningki talabi bo'yicha bir hayvonning ovozini o'rab berdi, ham shu hayvon deb berdi. Asli bu o'yinning qoidasida men kichik vaqtimda o'ynagan vaqtimizda bunda peshonasiga birinchi kib qo'yadi. Men buni o'zgartib etdim. Endi sizlarga bu o'yinni ko'rsatib qo'yaylik. Bu o'yinni ko'rgandan keyin qaytadan yana bir tushuntirib qo'yaman. 1, 2, 3. 1 beliq, 2 eshik, 3 üzüm, 4 döşük, 5 beştaş, 6 alaq, 7 yanak, 8 sivet, 9 tokmak, 10 uruş, 1 duruş. Akşam saat 5'te müdürmayınız, sürdürmayınız, lancı, karşı. Ben müdürüm ettim. Ben kıyıp kaldım ha. Ben kıyıp kaldım emdi. Nimi doğrap vereyim. Toshqan. İki quluqqa bor toshqanning. Zip. O'xshadi bor. Siz bek o'xshatayotganingiz kichik bo'janni. Toshqanning bolasini nima deydik? Bo'jan. Endi ko'rdinglarmi, buni o'ynagan vaqtimizda 1 degan vaqtda qarshi taraflar aloqalarimiz tegishidi. Ham 1 degandagi B bilan boshlangan beliq, 2 degandagi I bilan boshlangan eshik, 3 deganda Ü bilan başlandı, üzüm. 4 deganda T bilan başlandı, döşük. 5 deganda B bilan başlandı, B bilan beştaş. Mana mushundaq davom qildi, 10gacha. Undaq bo'lsa, yana bir diqqat qilib, undan esinglar saqlanglar, bu o'yinni o'ynagan nima deymiz deb. 1, 2, 3. 1 beliq, 2 eshik, 3 üzüm, 4 döşük, 5 beştaş, 6 alaq, 7 yanak, 8 sivet, 9 tokmak, 10 uruş, 1 duruş. Akşam saat 5'te müdürmayınız, sürdürmayınız, lancım. Yana men müdürüp etdim ha. Qo'yib besam Umeyra hech müdürmaydigandek turdi. Men müdürüp etay dedim. Chun vaqt uzrab ketmasin dedim ha. Yaxshi ko'rdinglarmi? Bu o'yinimizning kelima va chavak o'yinimizningki birinchisi. Ikkinchisini oldimizdagi kunlarda sizlarga yana sunaman. Ikkinchisi biroz murakkab, ammo bek ko'ngilli. Yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, uyda ota-onalar bilan yoki aqs-sing'illaringlar bilan, ach-sing'illaringlar bilan o'ynab beqinglar bo'lamdi. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.